Assalomu alaykum azizlar. Bugun men sizlarga juda muhim masalani tushuntirib bermoqchiman. Pensiya jamg'armasi yo'qilyapti degan gap nimani anglatadi? Kimlar hozirroq harakat qilishi kerak? Kimlar xavotir olmasa ham bo'ladi? Va eng asosiysi, pensiya pulingiz, ish stajingiz, hujjatlaringiz yo'qolib ketmasligi uchun hozir nima qilishingiz kerak? Bu ma'lumot faqat pensionerlarga emas, ishlayotganlarga, yaqin yillarda pensiyaga chiqadiganlarga, chet elda ishlaganlarga, yakka tartibdagi tadbirkorlarga va uyida bola parvarish qilgan ayollarga ham tegishli. Videoni oxirigacha ko'ring. Chunki birgina noto'g'ri yoki yetishmayotgan hujjat sabab odamlar oylab ovora bo'lib yuradi. Hozir kanalga obuna bo'ling, like bosing. Shunda bunday muhim xabarlarni o'tkazib yubormaysiz. Avvalo, eng asosiy savolga javob beraman. Pensiya umuman bekor bo'lyaptimi? Yo'q, davlat pensiyasi ertaga yo'q bo'lib ketadi. Odamlar pensiyasiz qoladi degan ma'noda tushunmaslik kerak. Bunday vahimali xabarlarni ko'rganda eng katta xato sarlavhani o'qib, mazmunni tekshirmasdan vahimaga tushish. Gap ko'pincha tizimdagi o'zgarishlar, ayrim bo'limlarning qayta tashkil qilinishi, xizmatlarning elektron shaklga o'tishi, jamg'arib boriladigan pensiya hisob varaqlari bo'yicha tartib o'zgarishi yoki eski usuldagi murojaatlar yopilishi haqida ketadi. Lekin bu yerda muhim joyi bor. Tizim o'zgarganda, kimning hujjati to'liq, ish staji rasmiy, maoshi soliq va ijtimoiy to'lovlarda ko'ringan bo'lsa, u odam odatda qiynalmaydi. Kimda esa stajda uzilish, norasmiy ish, eski mehnat daftarchasi, yo'qolgan arxiv ma'lumotlari, chet eldagi ish davri, tug'ruq va bola parvarishi davrlari bor bo'lsa, o'sha odamlar hozir tekshirishi shart. Oldin qanday edi? Ko'pchilikning tasavvurida pensiya masalasi shunday edi. Pensiya yoshiga yaqinlashganda tuman pensiya jamg'armasiga boriladi, mehnat daftarchasi ko'rsatiladi, zarur bo'lsa korxonalardan ma'lumotnoma olinadi. Keyin pensiya tayinlanadi. Odamlar ko'p narsani qog'oz hujjatga ishonib yurgan. Mehnat daftarchasi bor, demak staj bor, korxona muhri bor, demak hammasi joyida. Lekin amalda bunday emas. Korxona yopilgan bo'lishi mumkin. Arxiv boshqa joyga o'tgan bo'lishi mumkin. Maosh bo'yicha ma'lumot topilmasligi mumkin. Ishga qabul buyrug'i bor-u, ishdan bo'shash buyrug'i yo'q bo'lishi mumkin. Ba'zan mehnat daftarchasida yozuv bor, lekin tashkilot soliq yoki ijtimoiy to'lovlarni to'lamagan bo'ladi. Shunda pensiya hisoblashda muammo chiqadi. Endi nima o'zgaryapti? Davlat xizmatlari tobora elektronlashyapti. Ish staji, sug'urta badallari, ish haqi, JSHIR, bank kartasi, pasport ma'lumotlari, soliq tizimi, mehnat shartnomalari, bularning hammasi bazalarda ko'rinishi kerak. Yangi tartibning maqsadi odamni hujjat ko'tarib yugurtirmaslik. Lekin boshqa tomoni ham bor. Agar bazada sizning ma'lumotingiz noto'g'ri yoki umuman yo'q bo'lsa, men 20 yil ishlaganman deyishingizning o'zi yetmaydi, tasdiq kerak bo'ladi. Shuning uchun pensiya jamg'armasi yo'qilyapti degan gapni men shunday tushuntiraman. Eski, qog'ozga suyanadigan, oxirgi daqiqada hujjat yig'adigan davr yo'qilyapti. To'g'rilab qo'ymagan odam keyin ko'proq ovora bo'ladi. Kimlar birinchi bo'lib xavotir olishi kerak? Birinchi guruh pensiya yoshiga endi 5 yil qolganlar. Masalan, siz erkak kishi bo'lsangiz va pensiya yoshiga yaqinlashayotgan bo'lsangiz, ayol kishi bo'lib pensiya sanangiz yaqin bo'lsa, hozirdan stajingizni tekshiring. Hali vaqt bor demang. Chunki bitta arxiv ma'lumotini topish ba'zan 10 kun emas, 2-3 oy vaqt oladi. Agar eski korxona tugatilgan bo'lsa, uning hujjatlari qaysi arxivga topshirilganini aniqlash kerak bo'ladi. Agar korxona hujjat topshirmagan bo'lsa, sud orqali ish stajini tasdiqlashga to'g'ri kelishi ham mumkin. Ikkinchi guruh norasmiy ishlaganlar. Masalan, odam 15 yil ustachilik qilgan, qurilishda ishlagan, bozorda savdo qilgan. Lekin rasmiy mehnat shartnomasi bo'lmagan. U men ishladim-ku deydi. Lekin pensiya hisobida rasmiy staj muhim. Agar soliq to'lanmagan, yakka tartibdagi tadbirkor sifatida ro'yxatdan o'tilmagan, ijtimoiy to'lovlar ko'rinmagan bo'lsa, keyin pensiya miqdori kutilgandan past chiqishi mumkin. Men amaliyotda ko'p ko'rganman. Odam 20 yil mehnat qilganman deydi. Lekin rasmiy hujjatda 2-15 yil ko'rinadi. Natijada pensiya hisoblashda katta farq paydo bo'ladi. Uchinchi guruh ayollar, ayniqsa tug'ruq ta'tili, bola parvarishi, uy bekaligi davrlari bo'lganlar. Masalan, ayol kishi 1995 yildan 2003 yilgacha ishlagan. Keyin 3 farzand tarbiyalagan, keyin yana ishga kirgan. Bu yerda qaysi davrlar stajga kiradi? Qaysi hujjatlar bilan tasdiqlanadi? Tug'ilganlik guvohnomalari
Nikoh yoki familiya o'zgarishi bo'yicha hujjatlar to'g'rimi? Hammasini tekshirish kerak. Familiya o'zgargan bo'lsa, mehnat daftarchasidagi eski familiya bilan hozirgi pasportdagi familiya bir-biriga bog'langan bo'lishi shart. Aks holda bazada yoki hujjat tekshiruvida savol tug'iladi. 4-guruh chet elda ishlaganlar, Rossiya, Qozog'iston, Koreya, Turkiya yoki boshqa davlatlarda ishlagan bo'lsangiz, bu davr avtomatik ravishda O'zbekistondagi pensiya stajingizga qo'shilib ketadi deb o'ylamang. Qaysi davlat bilan qanday kelishuv bor? Ish rasmiy bo'lganmi? Badallar to'langanmi? Hujjatlar tarjima qilinganmi? Tasdiqlanganmi? Bular alohida masala. Masalan, bir kishi tekis yil Rossiyada ishlagan, lekin patent bilan yurgan, rasmiy mehnat shartnomasi bo'lmagan. U davrni pensiya stajiga kiritish juda qiyin bo'lishi mumkin. Boshqa bir kishi esa rasmiy korxonada ishlagan, badallar to'langan, mehnat shartnomasi va ma'lumotnomasi bor. Bu holatda imkoniyat ancha yaxshi. 5-guruh yakka tartibdagi tadbirkorlar, o'zini o'zi band qilganlar va fermer xo'jaligida ishlaganlar. Siz tadbirkorlik guvohnomasi olgan bo'lishingiz mumkin, lekin faqat guvohnomaning o'zi yetarli bo'lmasligi mumkin. To'lovlar qilinganmi? Faoliyat davri uzluksizmi? Soliq tizimida ko'rinadimi? Shuni tekshirish kerak. Masalan, odam 2010 yildan 2020 yilgacha tadbirkor bo'lganini aytadi, lekin ayrim yillarda faoliyati to'xtatilgan, ayrim yillarda majburiy to'lovlar bo'lmagan. Natijada u 10 yil deb o'ylagan davrning hammasi pensiya hisobiga kirmasligi mumkin. Endi kimlar unchalik xavotir olmasligi mumkin. Agar siz oxirgi yillarda to'liq rasmiy ishlagan bo'lsangiz, elektron mehnat shartnomangiz bor bo'lsa, oyligingiz bank orqali tushgan bo'lsa, soliq va ijtimoiy to'lovlar ko'ringan bo'lsa, pasport ma'lumotlaringiz, JSHR raqamingiz to'g'ri bo'lsa, odatda xavf kamroq. Lekin baribir tekshirish zarar qilmaydi. Chunki xatolik faqat eski yillarda emas, hozirgi bazalarda ham uchraydi. Ism, familiya bir harf bilan noto'g'ri yozilgan bo'lishi, tug'ilgan sana adashgan bo'lishi, ishga kirgan sana noto'g'ri kiritilgan bo'lishi, mehnat shartnomasi bekor qilingan bo'lsa ham bazada yangilanmagan bo'lishi mumkin. Keling, aniq misol bilan tushuntiraman. Deylik, Ahmad aka Ibn Saqish yoshda. U 1910 yildan 2000 yilgacha zavodda ishlagan, 2020 yildan 2010 yilgacha bozorda norasmiy savdo qilgan, 2011 yildan 2024 yilgacha rasmiy qorovul bo'lib ishlagan. Ahmad aka o'zini 34 yil ishlagan deb hisoblaydi. Lekin rasmiy hujjatda 1990-2000 yillar zavod arxivi bilan tasdiqlansa 10 yil, 2011-2024 yillar bazada ko'rinsa 13 yil chiqadi. Bozordagi 9 yil esa hujjatsiz bo'lsa hisobga kirmasligi mumkin. Natijada u 34 yil emas, 23 yil staj bilan chiqishi mumkin. Bu pensiya miqdoriga ta'sir qiladi. Agar Ahmad aka hozir arxivga murojaat qilsa, zavod davrini to'liq tasdiqlatsa, tadbirkorlik yoki soliq bo'yicha biror ma'lumot bo'lsa topib qo'ysa, keyingi jarayon ancha yengillashadi. Yana bir misol. Dilbar opa 54 yoshda. U 1960 yildan 1996 yilgacha maktabda ishlagan, keyin 2 farzand ko'rgan, familiyasi o'zgargan, 2005 yildan keyin poliklinikada ishlagan. Mehnat daftarchasida eski familiya bor, pasportda yangi familiya. Agar nikoh guvohnomasi yoki familiya o'zgarganini tasdiqlovchi hujjat bo'lmasa, bu ikki hujjat bir odamga tegishlimi degan savol chiqadi. Bundan tashqari, bolalarning tug'ilganlik guvohnomalari kerak bo'lishi mumkin. Dilbar opa pensiyaga chiqishdan bir oy oldin yugurishni boshlasa, asabiylashadi. Hozir yig'sa, xotirjam bo'ladi. Yana bir nozik masala, jamg'arib boriladigan pensiya hisob varaqlari. Ko'pchilik Xalq bankida pensiya jamg'armam bor edi. U yopilsa pulim kuyadimi deb so'raydi. Bunday holatda eng avvalo o'z shaxsiy hisobingizni tekshirishingiz kerak. Agar sizda jamg'arib boriladigan pensiya tizimi bo'yicha hisob varaq ochilgan bo'lsa, undagi mablag', qoldiq, foizlar, meros masalasi, yechib olish shartlari alohida tartib bilan belgilanadi. Tizim qayta tashkil qilinsa ham, bu sizning pulingiz bir kunda yo'q bo'ladi degani emas. Lekin hisob raqamingizni, pasport va JSHR sheri bog'lanishini, bankdagi ma'lumotlarni tekshirmasangiz, keyin pulni olishda yoki merosga rasmiylashtirishda muammo chiqishi mumkin. Istisnolar va yashirin tuzoqlarga alohida to'xtalaman. Birinchi tuzoq mehnat daftarcham bor. Demak, hammasi hal degan fikr. Yo'q. Mehnat daftarchasi muhim, lekin u har doim yakuniy dalil bo'lavermaydi. Undagi yozuvlar aniq muhr o'qiladigan buyruq raqamlari bor. Sanolar to'g'ri bo'lishi kerak.
Agar yozuv o'chib ketgan, muhrni tuzatish ko'p bo'lsa, qo'shimcha tasdiq so'ralishi mumkin. Ikkinchi tuzoq, korxonam hozir yo'q, demak stajim ham yo'qoldi degan qo'rquv. Korxona yopilgan bo'lsa ham, uning hujjatlari davlat arxiviga, idoraviy arxivga yoki huquqiy voris tashkilotga topshirilgan bo'lishi mumkin. Siz tuman arxiviga, viloyat arxiviga, korxona joylashgan hududdagi hokimlik arxiviga murojaat qilishingiz kerak. Ba'zan birinchi javob topilmadi bo'ladi. Bu yakuniy javob emas. Qaysi yillar qaysi bo'lim lavozim korxonaning eski nomi, keyingi nomi, birlashgan yoki ajralgan holati hammasini yozib qayta aniqlashtirish kerak. Uchinchi tuzoq ish haqini tasdiqlovchi ma'lumot. Pensiya faqat stajga emas, ma'lum davrlardagi ish haqi ma'lumotlariga ham bog'liq bo'lishi mumkin. Ayniqsa eski davrlar bo'yicha oylik ma'lumotlari yo'q bo'lsa, hisob-kitob kutilgandan past chiqish ehtimoli bor. Shuning uchun faqat ishlaganman emas, qancha oylik olganman degan ma'lumot ham muhim. Agar arxivda ish haqi qaydnomalari saqlangan bo'lsa, ularni olishga harakat qiling. 4-tuzoq qarzdorlik va noto'g'ri to'lovlar. Tadbirkor yoki o'zini o'zi band qilgan bo'lsangiz, ayrim yillarda to'lov qilmagan bo'lishingiz mumkin. Keyin to'lab qo'ysam bo'ladi deb o'ylashdan oldin amaldagi tartibni tekshiring. Har bir davrni orqaga qarab to'liq tiklash imkoniyati bo'lmasligi mumkin. Shuning uchun soliq organidagi shaxsiy kabinetingizni tekshiring. Faoliyat davrlaringiz va to'lovlaringizni ko'ring. 5-tuzoq hujjatdagi ism familiya xatolari, masalan, pasportda Gulnoza, mehnat daftarchasida Gulnora yozilgan yoki otasining ismi bir joyda Abdullayevni, boshqa joyda Abdullayev qizi bo'lib ketgan. Bunday mayda tuyulgan xatolar keyin katta muammoga aylanadi. Buni oldindan to'g'rilash yoki tasdiqlovchi hujjat tayyorlash kerak. Endi eng muhim qism. Siz hozir nima qilishingiz kerak? Birinchi qadam shaxsiy ma'lumotlaringizni tekshiring. Pasport yoki ID karta, JSHIR telefon raqamingiz, yashash manzilingiz, bank kartangizdagi ma'lumotlar bir-biriga mos bo'lsin. My.gov. Uz soliq organining shaxsiy kabineti, mehnat organlari elektron tizimi, bank ilovalari orqali o'zingiz haqingizdagi ma'lumotlarni ko'ring. Agar elektron xizmatlardan foydalana olmasangiz farzandingizdan, ishonchli qarindoshingizdan yordam so'rang yoki davlat xizmatlari markaziga boring. Ikkinchi qadam, ish stajingizni yillar bo'yicha yozib chiqing. Oddiy daftar oling va 18 yoshingizdan hozirgacha bo'lgan davrni tartib bilan yozing. Qaysi yili qayerda ishladingiz, lavozimingiz nima edi, rasmiy bo'lganmi, mehnat daftarchasida bormi, oylik olganmisiz, korxona hozir bormi? Masalan, 1932 maktab, 1932 2000 tug'ruq va bola parvarishi, 2002 tikuv sexi, 2009-2015 tadbirkorlik, 2012-2004 korxona. Shunda qaysi joyda bo'shliq borligi darhol ko'rinadi. 3-qadam hujjatlarni yig'ing. Sizga odatda pasport yoki ID karta, JSHIR, mehnat daftarchasi, diplom yoki o'qiganlik haqidagi hujjat, harbiy xizmat bo'lsa, harbiy bilet, nikoh guvohnomasi yoki familiya o'zgarganini tasdiqlovchi hujjat. Farzandlarning tug'ilganlik guvohnomalari, eski korxonalardan ish staji va ish haqi ma'lumotnomalari, tadbirkorlik bo'yicha soliq ma'lumotlari, bank kartasi rekvizitlari kerak bo'lishi mumkin. Hujjatlarning nusxasini ham, aslini ham alohida papkada saqlang. Telefoningizga rasmga olib qo'ying, lekin faqat rasmga ishonib qolmang. 4-qadam, arxivga murojaat qiling. Agar eski ish joyingiz yopilgan bo'lsa, arxivga yozma murojaat bering. Murojaatda to'liq ism familiyangizni, tug'ilgan sanangizni, o'sha paytdagi familiyangizni, korxona nomini, ishlagan yillaringizni, lavozimingizni, bo'limingizni, imkon bo'lsa buyruq raqamlarini yozing. Menga pensiya tayinlash uchun ish stajim va ish haqim to'g'risida arxiv ma'lumotnomasi kerak deb aniq yozing. Javobni og'zaki emas, yozma oling. Yozma javob keyingi bosqichda kerak bo'lishi mumkin. 5-qadam, pensiya jamg'armasi yoki vakolatli idoraga oldindan maslahatga boring. Pensiya yoshiga yetganda emas, kamida 6 oy yoki 1 yil oldin boring. Hujjatlaringizni ko'rsating, qaysi davrlar tasdiqlangan. Qaysi davrlar savol ostida, nima yetishmayapti, shuni aniqlang. Agar xodim og'zaki bo'ladi desa ham, siz ro'yxat qilib oling. Qaysi hujjat kerak, qayerdan olinadi, qanday shaklda bo'lishi kerak. 6-qadam, agar ma'lumot bazada noto'g'ri bo'lsa, tuzatish, kiritish uchun murojaat qiling. Bu ishni keyinga qoldirmang. Ism xatosi, sana xatosi, JSHIR bog'lanmaganligi
ish davri ko'rinmayotgani. Bularning hammasi rasmiy murojaat bilan to'g'rilanadi. Murojaat nusxasini, kirim raqamini, javob xatini saqlang. Og'zaki gapga suyanmang. 7-qadam, agar pensiya tayinlashda rad javobi yoki siz rozi bo'lmagan hisob-kitob chiqsa, darrov taslim bo'lmang. Avval hisob-kitobni tushuntirib berishni so'rang. Qaysi davr kiritilmagan, nima uchun kiritilmagan? Qaysi hujjat yetishmayapti? Buni aniqlang. Kerak bo'lsa yuqori tashkilotga shikoyat qiling. Davlat xizmatlari markazi orqali murojaat qiling. Huquqshunos bilan maslahatlashing. Ayrim holatlarda sud orqali ish stajini tasdiqlash mumkin bo'ladi. Lekin bunga guvohlar, arxiv javoblari, eski hujjatlar, buyruqlar, maosh qaydnomalari kabi dalillar kerak bo'ladi. Azizlar, men bu mavzuni qo'rqitish uchun emas, ogohlantirish uchun aytyapman. Pensiya tizimidagi har qanday o'zgarishlarda eng ko'p qiynaladigan odam, hujjatini oxirgi kungacha tekshirmagan odam. Eng xotirjam odam esa hozirdan stajini, oyligini, arxivini, familiya o'zgarishini, bank va JSHR ma'lumotlarini tartibga keltirgan odam. Pensiya jamg'armasi yopilyapti degan gapni eshitsangiz, vahimaga tushmang, lekin beparvo ham bo'lmang. Sizning vazifangiz oddiy. Ma'lumotlaringizni tekshirish, hujjatlaringizni yig'ish, yetishmayotgan joyni hozirdan to'ldirish. Xulosa qilib aytaman. Pensiya pulingiz o'z-o'zidan yo'qolib ketmaydi. Lekin hujjatdagi xato, stajdagi bo'shliq, arxiv ma'lumotining yo'qligi, norasmiy ish davri va shaxsiy ma'lumotlardagi nomuvofiqlik pensiya miqdoriga yoki tayinlanish muddatiga ta'sir qilishi mumkin. Bugunoq pasportingiz, mehnat daftarchangiz, JSHR raqamingiz, sog'liq va ish staji ma'lumotlaringizni tekshiring. Agar yaqinlaringiz orasida pensiya yoshiga yaqin odamlar bo'lsa, bu videodagi gaplarni ularga ham tushuntiring. Sizda pensiya bo'yicha qanday muammo bor? Staj yetmayaptimi? Arxiv topilmayaptimi? Chet eldagi ish davringiz bormi? Yoki jamg'arib bo'riladigan pensiya hisobingizni tekshira olmayapsizmi? Kommentariyada yozing. Men keyingi videolarda eng ko'p berilgan savollarga alohida javob beraman. Video foydali bo'lgan bo'lsa, like bosing, kanalga obuna bo'ling va yaqinlaringizga yuboring. Bunday ma'lumotni vaqtida bilgan odam keyin o'ylab yugurmaydi.